Mamlakatxon ayni yozning chillafda tumov bo'lib qoldi. Issiqqa chiday olmay muzlatgichdan sovuq suv ichib qo'ydi. 2-3 kun tomog'i shishib, issig'i chiqib yotib qoldi. Katta kelini hamshira dori-darmon qildi. Kichik kelin achchiqni xo'rda qilib ichqizdi. Kichkina kelinni qishloqdan tushirgan, sutga chayganday oppoq yuzli, istarali kelinchak. O'g'li qishloqqa bir do'stini to'yiga borib yoqtirib qolgan. Mamlakatxon bugun sal yengilgina bo'lib turdi. Bir oz ishtahasi ham ochilib, kelinlari bilan bir oz tamaddi qilgan bo'ldi. Kelinlari bilan suhbatlashdi. Oyijon, kecha ayamlar bilan telefonda suhbatlashdim. Shaharga tushib bozor o'char qilib ketdilar. Sizga salom aytdilar, dedi kichik kelin. Nonushta tugab Mamlakatxon xonasiga kirib bir oz cho'zildi. Katta kelin bolasini bog'chaga olib ketgan, kichik kelin darvozaxonani supurayotgan edi. Mamlakatxonning ichida nimadir g'imirladimi, tashqariga chiqdi. Uyi eshigi yonida turib, xira ko'zlari bilan hov nariroqdagi kichik kelinni ko'zi ilg'amay katta kelin deb ming'irlay boshladi. O'la qolsin ana o'qida. Shaharga kelib meni kasalligimni bilib ham birov kirib ketmabdi. Pastkash hech bo'lmasa nevaralarni ham ko'rib ketmabdi-da, dedi. Kichkina kelin qo'lida supurgi qaynonasiga qarab qoldi va lablari titrab, "Oyijon, ayamlar sizni ko'rgani ertaga dadam bilan kelishar ekan" deb yig'lagancha uyiga yugurib ketdi. Mamlakatxon "Voy sho'rim" dedi-yu, tizzasiga bir mushlab kelinning orqasidan uyga chopdi.